O'zbekiston kosmetika va farmatsevtika sanoati xalqaro maydonda o'z o'rnini mustahkamlamoqda. Ilk bor mamlakatimiz milliy stend bilan dunyoning eng nufuzli go'zallik sanoati ko'rgazmalaridan birida ishtirok etmoqda. Unda mahalliy brendlar o'z mahsulotlarini keng jamoatchilikka taqdim etib, xorijiy hamkorlar e'tiborini tortmoqda. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi hamda Farm Servis davlat muassasasi tashabbusi bilan Italiyaning Boloniya shahrida o'tkazilgan xalqaro ko'rgazmada Markaziy Osiyo davlatlari ichida O'zbekiston ilk bor milliy stend bilan ishtirok etdi. Made in Uzbekistan stendi mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan kosmetika va parfyumeriya mahsulotlarini xalqaro maydonda taqdim etdi. Ushbu ko'rgazma go'zallik sanoati bo'yicha dunyodagi eng yirik xalqaro B2B platformalardan biri hisoblanadi. Har yili unda 150 dan ortiq mamlakatlardan ishtirokchilar, 3000 dan ziyod kompaniya va brendlar, 250 mingdan ortiq soha mutaxassislari qatnashadi. Joriy yilda ko'rgazma 57-marta tashkil etildi va u o'zining yuqori darajadagi muvaffaqiyati bilan ajralib turdi. Unda 68 mamlakatdan 3000 dan ortiq ishtirokchi va 33 ta milliy pavilyon qatnashdi. Bu esa ishtirokchilar uchun yangi biznes aloqalarini o'rnatish va xalqaro bozorga chiqishda keng imkoniyatlar yaratadi. Quvonarlisi, O'zbekiston ushbu xalqaro maydonda yangi ishtirokchi sifatida namoyon bo'ldi va bu bizni juda quvontirdi. Mazkur ko'rgazma bugungi kunda dunyodagi eng yirik va eng nufuzli go'zallik industriyasi tadbirlaridan biri hisoblanadi. Biz O'zbekiston kompaniyalari uchun ushbu maydon yangi hamkorliklar va eksport salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishiga ishonamiz. Ko'rgazmada farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi boshchiligidagi delegatsiya xorijiy kompaniyalar va tashkilotlar vakillari bilan samarali uchrashuvlar o'tkazdi. Jumladan Janubiy Koreya, Italiya, Ispaniya xalqaro tashkilotlari bilan O'zbekistonda xalqaro brendlarni lokalizatsiya qilish, qo'shma loyihalar yaratish, texnologiyalarni transfer qilish va ta'lim dasturlarini tashkil etish imkoniyatlari muhokama qilindi. Shuningdek, ishlab chiqarish infratuzilmasidan foydalanish, soliq imtiyozlari va qo'llab-quvvatlash choralari kabi imkoniyatlar ham ko'rib chiqildi. O'zbekistonning mazkur ko'rgazmada ishtirok etishi kosmetika va farmatsevtika sohalarini yanada rivojlantirish, zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish, ilmiy tadqiqot yo'nalishlarida hamkorlikni kengaytirish hamda O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish masalalarida yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.